Yolingda sardoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay. Yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay. Yoringdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay. Yoringdagi yoring bo'lay. Yığlanmagil, yığlatmagil, dünyada yalnız ötmegil. Sevdim diye küyle yanıp hergiz beni özletmegil. Her dem yanında oltirayıp ketip sırahem aytmegil. Gözleri yanıp, yüzleri kızıp aytken sözünden aytmegil. Bağla boyningga qo'llarim, mayliga zinaring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoringdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoringdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoringdagi yoring bo'lay. Kaşları kalem, küller sizi, lemler asel dünyada yok. Siz haliniz yok. Şiir-u gazel dünyada yok. Şergilde bir derdime millik kesel dünyada yok. Dünya getirsin için yalnız haridaring bo'lay. Yoring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoringdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoringdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoringdagi yoring bo'lay. Sochingda qasding bormidir? Jalol kesibsan ostidan. Tuproqqa ketdi to'lg'anib, vaddor qaychining dastidan. Erkekçe kılıçla bunu Ruyman yürüdü üstüne. Nazik gelin buldu güda. Kırkta hakiki dostuna. Yerlerce tiksilem bunu Ruyman yürüdü üstüne. Nazik gelin buldu güda. Kırkta hakiki dostuna. Saç urnida endi o'zim mayliga dastoring bo'lay.
aka Akumusto san'atkor Sherali Jo'rayev ijrosidagi Atirguli Matringni soch taronasini tingladik o'rtoqlar. Xo'p, shu o'rinda yana savol javoblarni amalga oshirdik. Juda ham mazza bo'ldi men uchun. Sizlarga bilmadim. Menga ham mazza bo'ldi. Hech bo'lmaganda savol javob orqali gapirishim bizga ham mazza bo'ldi. Bag'ishlaydi. O'rni kelganda endi foydali efirni to'laqonli qilib qo'yish kerak deb o'yladim. tushamiz, ketamiz. Bugun bir ikkita videoda Instagram platformasida bir ikkita videoga ko'zim tushib qoldi. Juda ham achinarli holat. Ikkalasi ham. Birinchi yoshlar haqida, ikkinchisi yosh ulug'lar haqida bo'ldi. Ya'ni yoshlarga nimaga desangiz, hozir bilasizlarki telefonlarda setv qilib, ya'ni internetdan ulab turib, PUBG deydi, publik deydi, shunaqa o'yinlar o'ynashyapti yoshlar. Bir uyni, ko'p qavatli uyni pastida bir guruh, bir 100 ta, 150 ta bola to'planib baqir-chaqir qilyapti. Qarasin, chiqsin, derazadan ko'rinsin. Detskiy politsiyani ham uramiz. Mashhur san'atkorning uyiga kelish shekilli. Biz endi haligi Hind aktyori Shohruxxonning uyiga odamlar borsa, o'sha bolaxonasidan chiqib yoki derazadan chiqib ko'tarib qo'yadi. Har xil endi harakatlar qiladi-yu, kelgan muxlislar xursand qilish uchun.